Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa bunamizni ham tugatdik. Bunamni devorga bitta, ikkita, uchta, 4 derdan katta bo'lib qattirilgan. Sinamizni endi razmeriga keladigan bo'lsak, yog'ochi 17 ga 3lik. Stupenkasiniki mana shunaqa 17 ga 3lik. Orasi 55 sm bo'ldi. Bo'yi ham 17 sm bo'ldi hammasiniki. 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta, 11 ta ketdi. Tepa pol 12-si. 12 ta 230 sm balandligi. 230 ga 12 ta stupenka bo'ldi. Bu tomoni shu o'rdan bu yoqqa hisoblasa 190, 190 ga 230 bo'ldi. Uklonni razmeri. Xudo xolasa mana chiroyli qilib bitirib qo'ydik. Polimizni ham mana laminatlarni bitirib chiroyli qilib bitirib qo'ydik. Razmeri 160 ga 180 bo'ldi mengacha. Tepalari ham mana osilgan. Tomonlari yetkazilib, chiroyli qilgan do'stlarimiz bitirgan. Laminatimiz 1.2lik, tagida DSP bor. 2.5lik mana shunaqa. Brusogimiz 9 ga 4.5. Xudo xolasa chiroyli chiqqan. Joylari ham. Polimizda mana shu 1.2lik bo'lgan. Bu yerda ham yana bitta bor, bu tomonda ham. Buni ham razmeri bir xil. 2.30 bo'yi. Da. Shas idu. Mana xudo xolasa men bitirib oldik. Bemalol ikkita bola yotsa bo'laveradi. Barellarni tomonlari shotgan keyin qildirar ekan. Juda go'zal chiqdi. Bemalol. Agar yoqqan bo'lsa, like bosinglar do'stlar. Kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta biz xursandmiz. Hammaga omad.